Tvorog sevuvchilar uchun песочный tvorожный pirog tayyorlaymiz. Bunaqa pirogga chaynab ham o'tirish shart emas, og'zingizga solganingiz o'zida erib ketadi. Ishimizdan avval tuxumga shakar qo'shib aralashtirib qo'yishdan boshlaymiz. Endi saryog' yoki margarinni un bilan aralashtirib kroshka holatiga keltiramiz. Razrahitelь va vanilin qo'shib aralashtirib olamiz. Tayyorlab olgan tuxumli massamizni 3dan 1 qismini solamiz va xamir qilib qo'ymasdan ohistalik bilan yaxshilab aralashtirib olamiz. Bir xil kugun holatiga keltirib olib qo'yamiz. Endi tuxumli massamiz ustiga Milkining tabiiy proteinga boy tvoroglaridan solib qo'l blenderida bir xil massa qilib olamiz. Yana ham mazali bo'lish uchun Milkini pazandalar tanlovi bo'lgan smetanalardan solib aralashtiramiz. Bir osh qoshiqda jo'xori kraxmali va vanilin ham qo'shib yuboramiz. Tvorogli nachinkamiz tayyor bo'ldi. Endi listimizga kroshkali xamirimizni yarmidan sal ko'prog'ini sovolamiz. Ustiga tvorojniy nachinkamizni qo'yib, qolgan kroshkali xamirimizni ustiga sepib chiqamiz. Endi qizib turgan duxovkamizda tillarang tusga kirguncha pishirib olamiz. Shirinligimizni issiq holatida ham dasturxonga bemalol tortishingiz mumkin. O'zini shaklini bemalol ushlab tura oladi. Juda ham mazali og'izda eriydigan shirinligimiz tayyor bo'ldi. Sizga ham shunaqa песочный piroglar yoqadimi? Oling sizdan unda yeb ko'ring.